Bugun sizlar bilan afsonaviy va hammamiz yaxshi biladigan kichik hajmli shahar avtomobili Chevrolet Matiz haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz, 2026 yilgi Chevrolet Matiz yana qaytdi. Bir paytlar O'zbekiston ko'chalarining ajralmas qismi bo'lgan ushbu model endi zamonaviy ko'rinish, yangi texnologiyalar va yanada takomillashgan imkoniyatlar bilan sahnaga chiqmoqda. Keling, yangi Matiz qanday o'zgarganini va u nimasi bilan ajralib turishini batafsil ko'rib chiqamiz. Yangi 2026 Matiz tashqi ko'rinishdan boshlab butunlay yangilangan. Old qismi yanada agressiv va zamonaviy dizaynga ega bo'lib, tor va cho'zilgan LED farlar, kattaroq radiator panjarasi va sport uslubidagi bamper bilan jihozlangan. Avtomobilning umumiy silueti ixcham bo'lib qolgan bo'lsa-da, kuzov chiziqlari yanada silliq va aerodinamik ko'rinishga ega. Yon tomondan qaraganda, yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar va yangilangan eshik tutqichlari unga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Orqa qismida esa yangi LED stop chiroqlar va ixcham spoiler ko'zga tashlanadi. Ichki salon esa avvalgi Matiz bilan solishtirganda ancha o'zgargan. 2026 yilgi modelda zamonaviy multimedia tizimi, sensorli ekran, Bluetooth va Apple CarPlay hamda Android Auto qo'llab-quvvatlovi mavjud. Panel dizayni minimalistik va qulay qilib ishlangan. Haydovchi uchun raqamli displey, rulda joylashgan boshqaruv tugmalari va qulay o'rindiqlar taqdim etilgan. Salon materiali sifat jihatidan yaxshilangan bo'lib, shovqin izolyatsiyasi ham sezilarli darajada kuchaytirilgan. Endi shahar ichida harakatlanish yanada qulay va yoqimli bo'ladi. Dvigatel masalasiga keladigan bo'lsak, yangi Matizda iqtisodiy va ekologik talablarga javob beradigan kichik hajmli benzin dvigateli o'rnatilgan. Ba'zi bozorlarda esa gibrid yoki to'liq elektr versiyasi ham taqdim etilishi mumkinligi haqida mish-mishlar mavjud. Yoqilg'i sarfi juda tejamkor bo'lib, shahar sharoitida 100 kilometrga o'rtacha tort 5 litr atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu esa kundalik foydalanish uchun juda qulay variant ekanligini ko'rsatadi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Endilikda avtomobil ABS, ESP kabi tizimlar bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, old va yon xavfsizlik yostiqchalari, orqa parktronik va orqa kamera kabi qulayliklar mavjud. Bu esa kichik avtomobil bo'lishiga qaramay, xavfsizlik borasida ham zamon talablariga javob berishini anglatadi. Yangi Matiz ayniqsa yoshlar, talabalar va shahar ichida arzon va ishonchli avtomobil qidirayotganlar uchun ideal tanlov bo'lishi mumkin. Narx masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 yilgi Matiz hamyonbop segmentda qolishi kutilmoqda. Rasmiy narxlar hali e'lon qilinmagan bo'lsa-da, u byudjet toifasida eng raqobatbardosh modellardan biri bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu esa uni yana O'zbekiston bozorida mashhur avtomobillardan biriga aylantirishi mumkin. Endi esa yangi Matizning haydash tajribasi haqida gaplashamiz. 2026 modelda rul boshqaruvi yanada yumshoq va aniq ishlaydi. Avtomobilning osma tizimi shahar yo'llariga moslashtirilgan bo'lib, notekis yo'llarda ham nisbatan qulaylikni ta'minlaydi. Ixcham o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda va tirbandliklarda harakatlanish oson. Parkovka qilish esa yanada yengillashgan, ayniqsa orqa kamera va parktronik tizimi bilan. Bagaj hajmi kichik avtomobil uchun yetarli darajada saqlanib qolgan. Kundalik xaridlar yoki kichik sayohatlar uchun bemalol foydalanish mumkin. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, qo'shimcha joy kerak bo'lganda yuk sigimini oshirish imkonini beradi. Bu esa uni nafaqat shahar, balki qisqa masofali safarlar uchun ham mos qiladi. Yangi 2026 Chevrolet Matiz nafaqat dizayn, balki texnologiya va qulaylik jihatidan ham sezilarli o'sishga erishgan. U o'zining afsonaviy nomini saqlab qolgan holda, zamonaviy avlod talablariga mos ravishda yangilandi. Agar siz arzon, tejamkor, ixcham va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Matiz albatta e'tiborga loyiq. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Matiz bu nostalgiya va zamonaviylikning mukammal